Buvayda tumanidagi Dehqonobod mahalla fuqarolar yig'inining asosiy drayveri temirchilik bo'lib, bugungi kunda hududdagi 700 dan ortiq xonadon a'zolari ushbu hunar bilan shug'ullanadi. Mahalla kambag'allik va ishsizlikdan xoli hudud sifatida e'tirof etilgan. Ota-bobolardan meros hunarni avloddan avlodga o'tkazish maqsadida ustoz shogird an'anasi yo'lga qo'yilgan. Mazkur mahallada va qo'shni hududlarda yashovchi, xorijdan mehnat migratsiyasidan qaytgan yoshlar temirchilikka ixtisoslashgan oilaviy korxonalarda faoliyat olib borishmoqda. Xususan loyiha qiymati 3 milliard so'm bo'lgan aqlli qozonlar ishlab chiqarish korxonasida ham yurtdoshlarimiz mehnat bilan band. Korxonamizga asosan yoshlar ham kelishadi, mahalladan keladi, atrofdagi mahallalardan ish o'rganish maqsadida kelishadi. Biz ularga ishni o'rgatib, agar xohlasa shu joyda ish bilan ta'minlab olib qolamiz. Yaxshi daromadni ta'minlab beramiz. Oyliklar yaxshi, o'rtacha $1000 dan topsa bo'ladi oyiga. Hozirgi kunda korxonamizda 50 ta ish o'rni bor, mavsumga qarab ko'payishi ham mumkin. Tojikiston, Qirg'iziston, Afg'onistonga eksport qilyapmiz. Mahalla hududida 7 gektar maydonda sanoat zonasi barpo etilmoqda. Ezgu tashabbus asosida zamonaviy majmuada 221 ta ustaxona va savdo joylari barpo etilib, 650 ta yangi ish o'rni yaratish ko'zda tutilgan. Hozirgi kunda mahallamizda 1038 ta xonadon mavjud bo'lib, 70% xonadon aynan mana shu faoliyat bilan shug'ullanib keladi. 2026-yilda Dehqonobod mahallasida 50 ta loyihani ishga tushirishni rejalashtirganmiz. Mahallada ishlayman degan ishtiyoqi bor odam borki, barchasiga bizning mahallada ish topiladi. Hozirda mahallada qurilish, qishloq xo'jaligi, tomorqa yumushlari, chorvachilik kabi yo'nalishlar uchun 100 turdan ortiq mahsulotlar tayyorlanadi. Tarmoqda innovatsiya, zamonaviy texnologiyalar kirib kelib, yildan yilga jahon bozorida xaridorgir mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi oshib borayotgani esa quvonarli.